Menga yo'q. Sizlarga agar bu yo'qsa, menga yoqmaydi. Menga yoqmaydi. O'zini o'ylagan prezident bunday qilmaydi. Men o'zimda o'ylaganim yo'q, men xalqni o'yladim. Hamma rahbarlar bitta narsani. Shavkat Miromonovich. Bu gaplari shunaqangi bu tillaga teng so'zda qanday odam havas qiladigan so'zlar. Qani shu amalda bo'lsa edi, qani edi? Jannatli odam bo'lardingiz. Bu minbarda turib bunaqa rosa oliy darajadagi gaplarni gapirasiz-ku, amalda bu yoqda teskari bo'lyapti-yu. Mabodo siz birma-bir men bu minbarda gapiryapman, bu yoqda o'zing bilganga qolmagin deb aytmayapsiz mabodo. Shavkat Miromonovich, siz yaxshi insonsiz. Lekin bu balandparvoz gaplar ko'pi nima deydi? Yolg'on, shu gaplarga aylanyapti. Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Aldama deganlar. Aldasa mandan emassan deganlar. Ya'ni qo'pol qilib aytganda, qisqa qilib aytganda kofirsan deganlar. Kofir bu jahannam. To'g'ri tushadigan odam bu jahannamga. Sizga achinaman. Shavkat Miromonovich, yaxshi zo'r oliy darajadagi maqtovga yarasha gaplar bo'lyapti. Bo'ldi, gapirdingiz, mana havas qilsa arzigulik. Lekin amalda qani? Odamlarga, tadbirkorlarga sharoit qilib bering. Mana Xitoyda shunaqa sharoit bor ekan-ku. Ya'ni ishlab chiqaruvchi ish boshlamasdan oldin hamma qo'l imkoniyatlarni sharoit qilib berar ekan. Va ishga tushganda ular ishlab chiqaruvchilar, tadbirkorlar bir necha yil ham tegmas ekan, nalog olmas ekan. Tekshiruvchilar qaytarar ekan. Agarda o'sha Xitoy yana ham bir yangilik kiritsa, yana nalog olmas ekan. Mana haqiqat, mana erkinlik. Bizlar qanaqa? Ish boshlamasdan oldin darrov basmachilik keladi. Siz shotirlaringiz deymizmi? Ola ish boshlash o'zi o'lim bo'lyapti. 80 ta joyda 80 xil qog'oz. Uni ham qog'ozni ham ularni nima deydi? Oyga ta'zim qo'yib, zarur kelgan joyda pora berib, hal qilish yo'li bilan cho'zilib, qancha asabiylashib, keyin ochish bo'lyapti. Ochgandan keyin ozgina ish boshlaganda o'sha isini sezdi, nalog edi, prokuror boshqa edi, palonni sotandimi keladi. Ular siz do'yla berasizga yoki nalog to'la palon sotam. Nimasi bu endi? Qani haqiqat? Davlatga o'sha boshlig'imisiz, davlatda o'sha boqayotgan kim? O'sha tadbirkorlar, ishbilarmonlar, shu soliq to'lovchilar. Aynan soliq to'lovchi tadbirkorlar oddiy xalq. Shu xalqqa sharoit erkinlik bering, xalq yashasin. Bering sharoit erkinlik. Ana o'shanda hamma duo qiladi sizga, haqqingizga. Mana duo qilaman. Lekin quruq balandparvoz gaplarni, oldi qochdi gaplarni gapirish bu obro'yingizga ham yarashmaydi-da bu. Sha'ningizga ham dog'. Uni kimlardir vatir gapiradi, o'zini ko'rsatadi deb hamma aksariyat odamlar masalan, hatto chet eldagilar kulyapti ham. O'shaning uchun kulgiga qolmasligingiz uchun, obro'yingiz putur yetmasligi uchun amalda erkinlik bering, so'z erkinlik bering. Blogerlarni ayniqsa o'z va'da qilgansiz. Blogerlar mani 4-hokimiyat qo'limsan, yordamchimsan.
borini oshkora ko'rsatib bergansiz, to'g'rimi? Blogerlarga erkinlik bering va nima deydi? Bo'lmasa qonun urug'i ko'p deganda to'g'ri, bitta nima deydi? Chiqib turibdi, to'g'ri. Lekin o'shalarga qisman chora ko'ring, asosiy xalq uchun jon kuydirayotganlarni qo'llab-quvvatlang. Biznesmenlarga ham qo'llab-quvvatlang. Ana o'shanda hammasi nima deydi? Muhayyo bo'lib, olamga inson bo'lib, rahmat eshitib, oxiratingiz obod bo'ladi. Shavkat Miromonovich, bu balandparvoz gaplaringiz amalda bo'lmasa, bu quruq safsata. Oldi qochdi, aldash, gunohga botish bo'ladi. Shuning uchun qo'ying balandparvoz gaplaringizni amalda ko'rsating hammasini. Men o'zim shaxsan 2000-yili Qozog'iston poytaxti Astonaga borganman. Og'zim ochilib qolgan. O'sha nima desam ekan? Bizda shalag'ich ko'rgan mashina bo'lsa, ularda eng oldi masalan kelinki ayiradigan Mercedes-Benz yoki Audi, Maxima shunga o'xshagan inomarka yangi salondagi mashinani oddiy taksi qilib yurishibdi. Hattoki qo'yayotganlarni ko'raman. Endi-da, misol uchun narx arzonligi, xalqni cho'ntagi ko'tariladigan darajada daromad ko'rishi, qolaversa, nima desam ekan, o'ta yana qiziq joyki, xalq ertangi kunga tashvish yo'qligini ko'rdim. To'y qilaman, uy-joy qilaman, boshqa ishlar qilaman, muammosiz yashayapti bemalol. Turmush tarzini o'sha bir oymi shu bo'lgan bo'lsam, bir oy ichida juda boshqa his qildim o'zimni. Boshqa dunyoga tushib qolgandek bo'ldim. Bu ham bizning davlatdan barobar mustaqil bo'lgan. Qolaversa, ana avtobuslarni qiziqqan joyim hozirgi endi elektrobusda qo'yilyapti-yu bizning yo'lga, shahar yo'llariga. 2000-yil o'shandan zo'rini ko'rganman. 2000-yil o'shandan zo'rini ko'rganman. Bozorlarni ko'rdim. Xalq mamnun. Oddiy fuqaro. Pul topib ketyapti-da, rizqini terib ketyapti. U nima desam ekan, nimasida bir yuzida bir nima deydi, horg'in yoki bir kamchiligi bor, bir nimasi bor bir odamni ko'rmadim-da. Bizning poytaxtda kerakdan ortiq hammasi. Masalan, men o'zim nolish kiradimi yo bilmadim. Mana hozir ishlab chiqarish boshqa qilaman deb qarz kirib qoldim. Xarid qolma 1-2 bo'lamikin deb. Yo'q, hech iloji bo'lmayapti. Uning uchun qaysi joylargadir pora berishim kerak bo'lyapti. Sizni shotirlaringizga ishim tezroq yurishib ketish uchun. Xullas, xalqqa erkinlik bering. Poraxo'rlarni ilojingiz yo'q qiling. Sizdan emas, xalqdan qo'rqadigan hokimlarni saylang. Ana o'shanda hammasi joyiga keladi. Shavkat Miromonovich, mana hozir gaplaringizni o'ziga qo'yib beraman, eshitasiz. Shu gapdan keyin amalda qilmasangiz, unda sharmanda bo'lasiz. O'z obro'yingizni puturga qilib, oxiratingizni kuydirasiz. Sizga achinaman, Shavkat Miromonovich. Yaxshi insonsiz. Birisi oldi qochib balandparvoz gaplarga aylanib qolyapti-da. Amalda bo'lsin gaplaringiz, amalda. Shu bugundan boshlab. Eshitamiz qolgan gapingizni mana. Byudjetni bajarmaslik bu xiyonat. Xiyonat. Bu byudjet degani odamlarning kayfiyati, odamlarning oyligi, oqsoqollarning pensiyasi, onalarimizni, bolalarimizni nafaqasi. Nimaga deputatlar, rayon deputatlari, viloyat deputatlari bir marta kelib, salgina o'qib, dunyoqarashlarini o'zgartirib, faqat qarsak chalib va
qo'l ko'tarishda emas, bir marta talab qilmaysizlar. Axborot nima qilish? Odamlarning ishonchini qozonishimiz kerak. Prezidentni emas, odamlarni. Menga yoqish kerak emas, odamlarga yoqish kerak. Internetga qo'yib qo'yasizlar. Mana bir yilda bitta rayonda 500 ta yer bor. 3 sotlik, 1 sotlik, 5 sotlik, 6 sotlik, 20 sotlik, 1 gektargacha. Internetda narxini hamma narsani qo'yib internetda bosib. Hech qanday 17 ta qaror, bironta qaror bo'lishi mumkin emas. Byurokrat bormi? Ular rivojlanmaydi hech qachon. 4 ta sektorda boshlig'i 10 ta odam olib kelsa, 40 ta odam keladi. Shuni ish bilan ta'minlash bo'yicha nima qilish mumkin? Sizga nima yordam berish kerak? Kredit, pul, yer, gaz, svet va hokazo. Hamma narsa aytsin. Imkoniyat bormi yo'qmi? Poraxo'rlik bo'lmasa bo'ldi, korrupsiya bo'lmasa bo'ldi, manmanlik bo'lmasa bo'ldi. Umid bilan yashayotgan odamlarning niyatini amalga oshirish uchun biz hali o'zimizni qiynashimiz kerak. Hamma o'zini qiynash kerak. Televizorda ko'ryapsizlar, qancha invalid odamlar, shuncha invalid bor ekan, shuncha u bechoralarni shu vaqtgacha biz odam sifatida ko'rma, u ham odam-ku, Xudodan nima deb tug'ilgan u ham? Yashash uchun tug'ilgan-ku. Nima Toshkent viloyatida yo'qmi? Nimaga ularga uy bermadik? Qancha imkoniyat bor Chorvoqda. O'zbekistonda bironta joyi yo'q, 4 faslda ham dam olish mumkin. Agar o'sha yerga sharoit yaratsak, motel, gostinsiyalar qursak, 4 fasl dam olish mumkin. Lekin janob Parpiyev aytsin, tushum qanday Bo'stonliq rayonda? Yetarli emas, yo'q. Shuning uchun Bo'stonliq rayon hokimi. Bo'stonliq rayonida hokim Arif Abdullayev ishdan oling buni, ishdan oling. Soliqchisini ishdan oling. Militsiya bilan prokurorning ertaga menga aytasiz. Menga Bo'stonliqqa dunyoqarash o'zgargan odam kerak, vatanni sevgan odam kerak. Har bitta sherdagi sotakon va uyda olakon birontasi soliq to'lamaydi. Janob Parpiyev, buni siz yaxshi bilishingiz kerak. Bilmasangiz bilib qo'ying. Men kelsam 4 marta kelaman, lekin bir yilda 365 kun bor-ku, nima talab qilmaysizlar? Ayniqsa shu ro'za kunlari odamlar, mo'min musulmonlarimiz saharga turganda hamma zimiston. Qaysi davrda yashayapmiz? Mustafa 249 kilometr elektr uzatish tarmoqlari va 80 ta transformator. Shuni 6 oyda qilasan. Komolot gidroelektr stansiyasini qurish va 2 ta GESning modernizatsiya qilish bo'yicha umumiy qiymati 82 million dollarga bo'lgan investitsiya loyihasini amalga oshirish bo'yicha 2 ta qarorga kechqurun imzolandi. Sizlarga agar bu yoqsa, yoqmaydi. Gulday singlimni